Salom, aziz avtomobil ixlosmandlari. Bugun biz siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Damas Van modelini batafsil ko'rib chiqamiz. Ushbu avtomobil kichik biznes va oilaviy foydalanish uchun qulay transport vositasi sifatida ajralib turadi. Keling, avval uning dizayni bilan boshlaylik. Damas Vanning tashqi ko'rinishi ancha sodda va ixcham. Yengil va ixcham o'lchamlari uni shahar ichida harakatlanish uchun juda mos qiladi. Old panelining chiroqlari va radiator panjarasi ancha minimalist, lekin zamonaviy ko'rinishga ega. Orqa qismi keng va tekis bo'lib, yuk tashish imkoniyatlarini oshiradi. Shuningdek, avtomobilning yuqori tomoni biroz egri bo'lib, bu ichki salondagi bosh joyini oshiradi. Ushbu dizayn elementlari uni nafaqat amaliy, balki estetik jihatdan ham yoqimli qiladi. Endi texnologiyaga nazar solamiz. 2026 Chevrolet Damas Van O sinfida oddiy, lekin kerakli texnologiyalar bilan jihozlangan. Avtomobil bazaviy multimedia tizimi bilan ta'minlangan bo'lib, unda radio, USB va Bluetooth ulanishi mavjud. Shuningdek, konditsioner va issiq isitish tizimi ham salonga qulaylik qo'shadi. Haydovchi o'rindigida ergonomik boshqaruv panellari joylashgan. Bu esa har bir tugmani osongina topishga yordam beradi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan avtomobil ABS tizimi va 2 yoki to'rtta havo yostiqlar bilan jihozlangan. Amaliyot jihatidan Damas Van juda mos keladi. Orqa o'rindiqlarni olib tashlash yoki katlamali qilish orqali yuk hajmini osonlik bilan oshirish mumkin. Bu ayniqsa kichik biznes egalari uchun qulay, chunki u har xil turdagi tovarlarni tashish imkonini beradi. Bundan tashqari shahar ichida kichik o'lchami bilan park qilish va tor ko'chalarda harakatlanish juda oson. Benzin yoki dizel versiyalari bilan bo'lishi mumkinligi esa foydalanuvchiga tanlov erkinligini beradi. Endi ishlash qirrasiga to'xtalsak. 2026 Damas Vanning dvigateli 2 yoki 1.3 litr hajmga ega bo'lib, shahar ichida va qisqa masofalarda qulay haydashni ta'minlaydi. Avtomobilning transmissiyasi mexanik va aft.